Salom, dam olishingizmi? Sochimga e'tibor bermaysizlar? Bugungi vlogim plyaj, sohilni sevuvchilarga. Sizlarga Melburn plyajini ko'rsatmoqchiman. Aniqroq o'zimni ham birinchi marta borishim. Bu yana bir orzularimdan biri amalga oshadigan kun ekan. Okeanni ko'rish. O'shanda emotsiyalarim juda ham kuchli edi. Yo'limizdagi manzarani, uylarni ko'rsatib ketishni xohladim. Sizlarga ham nasib qilsin dedim ichimdan. Chiroyli, boy mahalla shekilli. Xo'sh, aniqroq qilib aytsam, biz hozir Atlantika okeaniga ketamiz. Dekabr oyi bo'lganligi sababli hozir u yoqda odam u darajada ko'p emas. Kamiga bugun havo biroz bulutli ham bo'ldi. Bu safar kamroq gapiraman, ko'proq okeanni ko'rsatmoqchiman. Orzum amalga oshishiga bir necha daqiqalar qoldi. 1, 2, 3. Siz ham zo'r bilmayman еще. Ekran oldidan qoch. Okeanni ko'ringlar demaysizlarmi? Qochib turaman, o'zinglar ham vibe his qilinglar. Oxirgacha ko'rganlarga rahmat. Yoqqanmasa nima qilishni bilasizlar? Sog' bo'linglar.